Roro nomi bilan mashhur bo'lgan Ro'zimuhammad Kamilov haqida 25 ta fakt. Kanalga obuna bo'ling, boshladik. To'liq ismi Ro'zimuhammad Kamilov. Tug'ilgan sanasi 2003-yil 18-noyabrda Andijon viloyatida tug'ilgan. Futbolni yaxshi ko'radi, futbol o'ynash uning sevimli hobbilaridan biridir. Manchester City muxlisi, futbolga qiziqish natijasida Manchester City futbol jamoasining muxlisi hisoblanadi. Akasi Shohjahon Kamilov mobilografiya va Prolar mobilografiya maktabining asoschisi. Shohjahon katta blogerlar bilan ishlaydi va mobilografiya sohasida faoliyat yuritadi. Ro'zimuhammad 2022-yil Janubiy Koreyaning Gvanju shahriga o'qishga kirgan. YouTube'dagi faoliyati Instagramga kirishdan oldin Janubiy Koreya va sayohatlar haqida YouTube'da videolar joylagan. Hayotda tartibli va qo'noq bola sifatida tanilgan. Kiyinish stili u zamonaviy va trendga mos kiyimlar kiyishni yoqtiradi. Taxallusi Ro'zimuhammad Roro taxallusi bilan mashhur. Instagramda 350 ming obunachisi mavjud. TikTokda 4,5 ming obunachisi bor. YouTube'da 40 ming obunachisi bor. O'ynaydigan o'yinlari Night Club Simulator, IMK, The Baby and Yellow, Supermarket Simulator kabi o'yinlarni o'ynaydi. Virtual reality o'yinlarini o'ynashni yaxshi ko'radi. Mashhur memlari, bayram davom etadi kabi memlari bilan mashhur. O'ziga xos uslubi, videolarida o'ziga xos tarzda kontent yaratadi. Bayram davom etadi kabi gaplari uning shaxsiy brendiga aylanib ulgurdi. Kontent yaratish TikTok, Instagram, YouTube'da muntazam ravishda yangi kontent yaratadi. Hayotdagi maqsadi yangi kontent yaratish va tomoshabinlar bilan o'zaro aloqani rivojlantirish, kulgili va qiziqarli videolar yaratadi. Sayohat qilish, sayohat va turizm mavzusida kontent yaratadi. Xalqaro